Assalomu alaykum, xush keldinglar. Bugungi videomning asosliq temasi siyosiy panohlanuvchi salohiyatli kishini qanday qilib Kanadaga akilish yo'llari ustida izlanish deb oldingi videomda aytgandim. Shunga mushu to'g'risida izlanish olib berib bu videoni ishildim. Kanadadagi muhojir qarindoshlarimizninki cho'qim bir ko'rib beqishni ko'rib bo'lgandan keyin o'zininki qanday qila oladigan qaysi ishlarni qo'lidan kela oladiganligini bir o'ylab yetalisa, shuni men bek xush bo'lardim. Kanadada yaşayotgan her bir Uygur, her bir müşedeki meyli qandaq salohiyati bo'lsin, meyli siz Kanadanınki pasportini ip bo'lgan bo'ling yoki bo'lmasa hozirmi Kanada ko'chmanlik kartasini ip bo'lgan bo'ling va yoki so'tingizni saqlayotgan bir refugee claimant bo'ling va yoki international student yoki foreign worker, meyli qandaqliki status holatda bo'lishingizdan qat'iy nazar Kanadada yaşayotgan bo'lsangizlar qo'lingizdan kelgan ishga hargiz sal qarmang. Hozir o'zimizniki millatimizniki ahvoli, dunyoning har qaysi joylarida yashayotgan qarindoshlarimizniki ahvoli, bu gaplarni demay turay. Bir videomni ko'rishtiringlar. Andan keyin bir narsa deyishaylik. Videomni ko'rib bo'lib, dunyoning boshqa joylarida yashayotgan, ko'chman davlatlarda yashayotgan qarindoshlarninkimi bir o'ziniki davlatniki ko'chmanlar siyosati, ya'ni sponsor or refugee to'g'riliq chiqilgan bir siyosatlarni ko'rib beqishni yangi xiyollar, yangi yo'llar bilan o'zimiz qo'limizdan kelishicha qila oladigan ishlarni qilsak demoqchi. Undaqda boshlaylik. Yana Kanadaniki bu hukumat to'rbetini ichib oldim, majabchiq ochdim bu to'rbetni. Inglizcha kiramiz. Kirgandan keyin refugee asylum. Qani bular? Refugee and asylum kiramiz. Kirgandan keyin asosiy so'zlamoqchi bo'lganim sizlarga mana sponsor or refugee deganim shu. Qanday qilib Kanadaga siyosiy panohlik salohiyatli kishilarni olib kela olamiz degan shu yo'llar to'g'risida izlanmoqchi. Men bir muncha bir narsalar bor ekan, mana shularni birdan so'zlab o'tsam bu videom sal uzunroq chiqib qolgandek. Bir vaqt chiqarib ko'rib qo'yinglar, anglab qo'yinglar. Turkiyada yaşayotgan, Misrda yaşayotgan, ish qilib qapsilib qolgan bir yerlarda bir beshin topqidek, patqusudek zamin izlab yurgan bizdek bir shundoq davr zamonga kelib qolgan kishilarimiz uchun ozroq vaqtlarni chiqarib mana ko'rib qo'yinglar. Sponsor of refugee, ya'ni siyosiy panohlanuvchini kepillik qilib akilish. Buniki yo'llari men qarab baqsaq, sponsor agreement holders, community sponsors, group of 5 5 oylik birlashib akilgan bir programma, andan blended visa officer referred program shular bor ekan. Shularni bir ko'r demoqchi. Private sponsor or refugee, ya'ni ma'lum bir kishiningki qanaqa qilib Kanadaga akiladi. Bularni so'zlashni ilgari sizlarga boshqa bir narsani deb beray. O'tgan bir Facebook'imda bir narsani chiqargandim men. Nega chiqargan bo'ldim? Maydondan bevositlan izlab topib beray sizlarga. Ashundan bir ko'rib beqinglar, Kanadalik qanday qila oladi ekan? Kanada fuqarosi qanday qila oladi ekan? Kanada nima deydi uning ismi? Canada in 5 days mi o'sha bir narsa. Mana mushu shuki. Mushuni sizlarga bir o'tganda bir nima qilgandim, men mushuni qarab baqsa qanday qildi desanglar. Canada. It's a country that Everybody seems to love. Hamma odam yaxshi ko'rgan. a Sherlock Holmes study room. Qani 3 dan bir 50 necha minut o'tgancha yerdan boshlab ko'raylik. See you tomorrow. Meet Jim. Hi, I'm Jim, and I'm just a guy. Jim is no ordinary guy because he single-handedly brought over 300 Syrian refugees to live in Canada. Bir Kanadalik o'z yolg'iz 300 odamni kelibdi. Bir odam o'z yolg'iz 300 odamni kelibdi. It's the most fulfilling thing I've ever done. See, the country of Canada allows any Canadian citizen to personally sponsor refugees. Ma gapni oldinglarmi? Any Canadian personally sponsor a refugee.
qandaqligi bir Kanada citizen bo'lib bo'lgan odam cho'qim bir nimani refugeeni akilalaydi deydi. Buni gapni yaxshi anglayli. And that's what I did. This successful businessman sponsored not one or two, but eight. I'm successful businessman degan bilan hamda buningki bakchiq puli jiq boy o'xshaydi. Lekin maniki nimalarni qarab baxsanlar keyin ma bu nimaga siyosatlarni o'qigandan keyin ko'rib baxsa qanunnikini his qilsizlar. Qanchalik pul ketadi, qanday yo'llarni bosimiz, qanchalik vaqt ketadi degandeklarni deb. Mani bo'ldi demay bo'ldi. Shu bir odam 87 oylik jami 300 kishini akab mushlarni Kanadaga o'rlashtirgan ekan. Mushniki ishlardim xili bir ta'sir oldim men. O'zimizni KGP kelayli hamda sponsor or refugee qanaqa qildi? Private sponsor, ya'ni shaxsiy bir odam shu program orqali refugeelarni akilalaydi, ya'ni boshqa davlatlardan qualified to come to Canada, ya'ni kelalaydigan kishilarni akilalaydi. Bizning rolimiz qanday desa, role as a sponsor refugee, biz ularga length of sponsorship, ma'vu sponsor qiladigan vaqtni deyotdi. Ko'p bo'lsa 1 yil. Ko'p bo'lsa 1 yil mushlarninki include help qanday yordamdan qila olamiz, ya'ni turadigan uyni o'rlashtiramiz, kiyim-kechigi, tamoqi, and special social and emotional support. O'jon emotional supportlarni qilgan gapga mustaqil. Bu qanaq bo'ldi ekan stepsni ko'rib baxsak, Canada welcomes more privately sponsored refugee 2019-yil. Ma'nim debdi Kanada 2019-yil kelgan chaqda 29950 odam oldigan bir vazifasi bor ekan bularninki. Mushlarning ichidan 19000 odamni shu private sponsor refugee program orqali akilmiz debdi. Masallah qarayli. Mushunchalar sanlar atrofimizga qarayli avval. Her yerlerden kelgan boy momaylar, Somalilik, yana bir yerlik Kenya, bu yerlarga kelgan boy momaylar mishada aylanib yurib ketadi, kafexonlarda o'tirib ketadi, Tim Hortonlarda. Oshlarning o'rnida bizningki Uyg'ur cho'ng dadalar, oplar kasb bo'lmamdi deb ketimi. Masallah qarayli. Keniga yondiray bo'ldi. San to'g'risi ekan, ammo birinchisi Blended Visa Office Referred program. Bu programni qanday ekan desanlar, biz yoki bo'lmasa bizning Kanadadagi ma'lum bir organ tashkilot bilamdi, yoki bo'lmasa boshqa cherkov, masjid degandek bir yerlar bilamdi. Ashlar Blended Visa Office Referred. Mushlarga bizningki biladigan kishilarimizni, ya'ni UNHCR Mushnanga iltimos qilgan kishilarimizni yoqimsa Government of Canada gives up to 6 months of income support. Mushu yo'l bilan kelgan chaqda government 6 oylik bilan chiqarib berdi ekan, sponsor qilgan biz tarafniki 6 oylik chiqimini ko'tardi degan gap. Yerimdan 1 yillikniki yerimdan qilishdi ekanmiz bu ishninki. Blended Visa Officer bu qanaqa bo'ladi desanlar, who can apply? Kimlar nim qila oladi? Uniki akilalaydigan kishilarimiz qanday desa, sponsorship agreement holders deb deb beraymi, bu sponsor agreement holders. Odatdagi tashkilotlar unda hammasi akilimiz deb akilamaydi, cho'qim hukumatninki bir yilqi kelishimnomasiga qo'l qo'ygan bir tashkilotlar bor. Buningki har qaysi yerlarda birdan, har shaharda bir nechadan birdan oz deganda birdan bir ishxonalar bo'ldi ekan, shundoq sponsor agreement holder bo'lgan ashyalarga tizimda ekanmiz. Yoki bo'lmasa constituted group shu bir muncha odamlar birlashib, ya'ni volunteer fidoyilar ishda qilayli deb birlashib kelib, yoki bo'lmasa 5 oylik kishi birlashib kelib, yoki bo'lmasa community sponsor qarab baxsak, qandaqlar akilalaydi deganda bir organization, association, corporation, shundoq bir tashkilot, organ, bu degandeklar boyaqi yilqi agreement holders degan izlab berib, bir odamninki bir oilaninki deyli, shularninki bir jex bir narsalar bor. Onda başımız bir eklenmeydi ekanmiz, bir izlashib tepishib ketamaydi ekanmiz desak, mayda co-sponsor, ya'ni community sponsor can partner with an individual degan gap shu bir tal odam yoki bo'lmasa bir organ, ya'ni bizniki bir tashkilotlar yoki bo'lmasa ayrim bir odam beribmi, shu co-sponsor shu program orqali olarni izlab
bizning mundaq odam bor, mana shu bir oylikniki bir yillik chiqimini men ustimga olman deb akilalaydi. Bunda desam bu yerdagi odamlarniki hammamizniki o'zimizniki oilamiz bor, bolalarimiz bor, xizmatimiz bor, qildigan ishimiz bor. O'slarniki boshqa yerdagi qarindoshlar qo'linglarda UNHCR'niki yoki bir davlatniki qog'oz bog'liq kishilarimiz o'ylab yaqinlar. Biz sizlardan bir Uyg'ur bo'lgandan Uyg'urlik badal puli $5 oyligiga desak bir qaqshab ketsizlar. Bu qandaqsiga bu boshqa bir odam, hech qandaq munosabat yo'q bir odam sizlarni bir yilgacha sizlarni hamma nimanglarni yeydigan, ichadigan, kiydigan, turadigan, o'qiydigan, shu neri beri mangadigan transportation sizlarniki shu nimdan tortib hammasini tarbiyalashga, shu ta'minlashga mas'ul. Hatto emotional support uyinglarni ko'rganlar kelib kelsimi, bearam nima deymiz uni? Ma'naviy jihatdan pek tugishib ketsanlarmi, shu jihatdan yordam qiladigan bir agreement bu degan. Cho'qim boshqa qilish, o'shalarning hammasini men qila olaman deb turib aytiladigan nima. Shunga og'rinmanglar. Bu gapimni sal turibdi, ya. Avvalom o'sha qila oladi ekanmiz degan gaplarni qilay. Sponsor of Regina keldik biz. Ama bu blended visa officer'niki mushu programmasini ko'rayotgandik. Buniki nereden ko'rgandim? Who can apply? How to apply? Buniki bir programmasi qatnashadi ekan. 30 kunda javobini chiqadi ekan, andan keyin o'sha odamniki qilib materiallarni tekshirib ismlarini bir yozib qo'ydi ekan, nimaga ismini yozmaydi ekan, lekin qaysi davlatda oilasi necha odam bor degandek bir tizimni chiqarib qo'ydi ekan. Identifying a refugee sponsor. Nerede ko'rgan bo'ydim shundoq tafsiliy ko'rgandim bu blended visa office referred. Yoki o'zinglar kirib BORP deganni BVOR to'rt tarafni kirgizib nim qilsanglar oshniki maxsus to'r beti chiqadi ekan. O'sha kirsanglar ma'lum birasi sizlarniki tashkilotlar bilan organlar bilan shundoq bir yerlarni bir hukumat bilan aloqasi bor bo'lgan tashkilot organlarni tepib sizlarniki materiallarni bersa sizlarni radga tizib qo'ydi ekan. Profile number berdi ekan, ya'ni arxiv nomeri. Shu orqali odamlar saqlaydi ekan u rad bo'yicha. Anikin qaysisiga navbat tegib qolsa, qaysisining taliyi bo'lsa deymanmi, o'sha bir ishlar ekan. Sponsor agreement holders, ya'ni odatdagi tashkilotlarniki cho'qim bir undaq sponsor qila oladigan salohiyati yo'q. Bu salohiyati bor tashkilotlar sanoqli bo'ldi ekan. Hozir soat necha bo'ldi? 12dan 43. Erib qoldim. Group of 5. 5 oylik kishilari. 5 oylik kishilari qanaqa bo'ldi desam, shu 5 odam Canadian citizen bo'lish kerak yoki bo'lmasa permanent resident bo'lsin bo'ldi degan gap. Bu akildigan odam qanaqa bo'lish kerak deganda cho'qim refugee status bo'lish kerak. Ya'ni ma'lum bir davlatningki yoki bo'lmasa UNHCR organninki shu sponsor chiqarib bergan qog'ozi bo'lish kerak. Bu qandaq private sponsor refugee program 5 odam qandaq akildi deganda u oyliklarga qo'ydigan shartlari bor. Taxamshat bir munchichiq bir narsalar bor. Nima savolinglar bo'lsa mushlarni birdan ko'rib olsanglar bo'ldi. Masalan aytaylik, who may be sponsored? Baydadoq yo bir davlatning chiqarib bergan qog'ozi yo UNHCR'niki chiqarib bergan qog'ozi. Who may not be sponsored. Burun bir qatam rad bo'lingan degandeklar qartilgan. Who may submit the private sponsorship. Biz boy deganidek shu 5 oylik birlashib yoki bir necha shu gruppa ilqidek cherkov nimalarni izlaydi. How can I estimate how much financial support qanchalik pul ketadi, qanday nim ketadi, nim yordamlar ketadi deganlarni ko'rib olsanglar,
bir muncha. Buna desem Kanadada yaşayotganlar qo'rqib ketmanglar. Bizning kishilarimiz markazim bu yerga kelib sizlarning uyinglarni qo'pmay ish qilmay yetib oldi degan gap emas. Kep yo'lini ko'rsatib qo'yamiz shu. Bizniki ishchan tirishchan xalqimiz o'zniki kunni o'zi olib ketalaydi. Gap shularni Kanadaga tasvir olishniki birinchi qadamini biz qanday qilib yordam qilib shularni aklalaymiz degan to'g'risida bo'linayotgan gaplarim meniki hozir. Voy, birdamdan ketdim. Başından başlap tekrar yolumni ya. İngilizce refugee and asylum sponsor or refugee. Mişen davatkan tok community sponsorship dedik. Şahsi adam mı sponsor kılalaydı. 5 aylık birleşip sponsor kılalaydı. Anandan keyin şu Mao blended visa officer bay deganligidek sizlarni rad kitizib qo'yib saqlaydigan gap kim sizlarni o'sha sponsor qilib akildi ekan deb. Anandan joint assistant program deb buni ko'rib boqqandim, buni odatiy kishilar yak tashkilotlar qilolmaydi ekan. Shu hukumatningki qarmog'idagi joint assistant refugee special needs more support than other refugee Canada special needs. Trauma from violence or torture, medical disability, samandaqnachi qanasan deydi. Eydan tamoqingiz, turdigan yeringiz, kiyim kechigingiz, shu kunlik turmush shilton hamma narsaga yordam qilishimiz kerak. Buni joint assistant program bu shaxslarga qaratilgan emas, shunga buni so'zlamay o'tkitay. After apply, anandan boshqa bu government assistant refugee program deganimiz yilqi Turkiyaga tizimlashga bo'lgan ishimiz shunga munosabatli bo'ldi. Shu bir davlatning keldi. U chaqda hamma narsa biz nima qilmasak ham bo'ldi, ansirmasak ham bo'ldi. Butun keladigan aeroplan biletiniz, kep turadigan yeringiz, hamma nimangiz bekalab u chaqda. Ashuni government assistant refugee program deydi. Shunga bu yo'l menga bir keldi. Makila qatimliq videorimni bir cho'nglardan biri so'rab beqib, shu Turkiyadagi tizimlashlarni bir narsa demaymi, bir endi sizlarga bir biraz mening bak so'zligim bor, tapagim bor. Shu jarayondagi ishlarni. Shuni government assistant refugee program orqali shu yo'llarga menayotgan endi bu government sizlarga bu bizniki yo'limizni shu orqasi organlarga bilib beramdi, UNHCR orqali hakilamdi yoki Turkiyaning o'zining davlatining qog'oz chiqarib beradigan yaqinda yangi chiqqan siyosat-ku. Shu orqali aykilamdi, yo'llar jiqlab ketdi uniki. Jiqlab ketgandan keyin qaysi yo'lda menish gaplarni demay turay, ya. Maxfiy hozircha deb qo'y. After you apply, get medical service before you live in Canada. Bir muncha yo'llar bor ekan, hammasini qisqartirib dedim. Shu sponsor agreement holders yilqi gruppalar yoki 5 oylik yoki tashkilotlar ananiki refer qilib paydo saqlaydigan ishlar o'chirib saqlaydigan ya. Hammani aralashtirib so'zlaydigan ketdim bu. Xeyli jiq tayyorlab qolgandim, lekin taqdim bag'dan so'zlab qo'ydim-mu nima? Ish qilib moshtaq siyosatlar bor ekan. Qo'limizdan kelish qilaylik dedim. Yo'llar ustida izlanib baxtim. Qig'ilib bo'lmaydigan emas, bo'ladi ekan. Boshqalar desa Turkiyadagi qarindoshlar unda qo'y 5 odamni 5 oylikni tepib bir yerga kelib bizni aytadigan dengizdan yingmiz degandek, ying nima? Yingnidan dengizdan bir nima ko'lagandek deydim-mu, o'sha bir narsalar shundoq bir tasvirlab gaplaringlarni o deb berkitamdim men. Bir shu yingni tutib bir ko'lab yaqinlar bir yerni yo'l chiqdi. Jujam pish og'zim tushtab o'tamay bir tirishib boqqani hammaylar. Oy sizlar unda qo'quz o'tmanglar Kanadadagi kishilarni. Undaq qiyinchilikda qoldik, bundaq qiyinchilikda qoldik deb. Hamma yerda dunyoning hamma yerda qiyinchilikda qolayotgan kishilarimiz bor.
sizlar degan chog'da qiyinchilikda qoldik, lekin men mundaq ish qila olmayman. Ingliz tilini o'rganaman, bolalarimga o'rgataman, qo'limda mundaq hunar bor. O'zim borgandan keyin qat'iy shu o'zimniki kunni o'zim olib keta olmayman deb mana gap qilamiz. Voy voy. Endi Kanadadagi kishilarga deydigan gaplarim, biz bu yerda yashayapmiz. Ertasi akşamı vaqtimiz chiqarib qahvaxonalarga berib qahva ichib, choy ichib o'tirib o'zimizning huzurini suriblam yurmay bir ishlarni qilaylik. Endi cho'nglar sizlardan jiq kichik bo'lsam ham atkachilik qilib ona jiq gaplarni gap qo'ydim. Jiq yo'llar bor ekan. Men bir qilsam bo'ldi, bir qo'limdan kelishicha yordam qilsam bo'ldi deb o'zingiz qilmoqchi bo'lsangiz, mana Kanadaning hukumat to'ri beti bor ekan, kirib bir endi ko'rib baqsangiz bo'ldi ekan. Turkiyadagi kishilarga deydigan gapim shu, ya'ni shu bu jon hech kimdan og'rinadigan jon emas, o'zimizni bir tirishib boqini, Kanadadagilardan og'rinmanglar. Qo'limizdan kelishicha tirishib bir nimalar qilyapmiz ish qilib. Yani desem bayqa degannikidek gap shu. Bu yerda kishilarniki shu oilasi bor, bolalari bor. Hamma yerda jonning qulig'i to'rt, qozonning qulig'i to'rt, jonning qulig'i to'rt deb ketdim bu. Yaşamoqda hamma yerda qattiq tirishmasak bo'lmaydi, ishlamasak bo'lmaydi. O'zimizdagi oilasi, bolalari, hatto vatan qolgan ota-onalar ularga qilmay turib, biz hech kim tunmaydigan hech qanday bir qon qarindoshlik munosabatimiz yo'q bir kishilarni mushlar bir yaxshi kun kelsa bo'ldi deb sizlar uchun bir tirishayotgandan keyin mayli natijasi chiqsindu chiqmasindu og'rinmayli, undaq bezab gaplarni qilmayli. Bu gapim endi ilg'i bir yomon inkaslarni yozgan qarindoshlarimizga qaratilgan. Mayli yomon gap qilsin aman biz o'zimizniki Uyg'ur qarindoshlari, yani suyumli kishilarimiz, xizmat qilishga arziydigan kishilarimiz. Ashaq deb bir qancha gaplarni anglasimi, yana o'zimizning yo'lda to'xtamay tirishyapmiz. Mana shunday bir davrda yashab qolibmiz. Shunday bir zamonga kelib qolibmiz. Yani şu videomning başida deb o'tganimdek Kanadada yashayotgan bo'lsangiz o'zingizning qo'ldan keladigan ishga hargiz sal qarmang. Dedim-ku mayli o'quvchi bo'ling yoki ishchi salohiyat bo'ling yoki bo'lmasa refugee claimant bo'ling yoki bo'lmasa permanent resident bo'ling yoki bo'lmasa Kanada citizenshipni ep bo'lgan bo'ling. Cho'qim qila olasiz. Hech bo'lmaganda emas, sponsor qilamsiz, hech bo'lmaganda ashada sayohat visiga iltimos qilayotgan qarindoshlarimiz bor. Ashlarga bir ish bo'lmagan bir chaqiriq qog'oz bo'lsa yozib bering, sizdan hech nima ketmaydi, bir imzo ketadi. Hamda onunda uchurlarni ta'minlashga to'g'ri keladi. Albatta sizning ism, familiyangiz, oldingi 3 yildagi Kanada boj idorasiga topshirgan notice of assessment deydigan bir nimamiz bor. Ashlarni ta'minlashga to'g'ri keladi endi. Nima bo'pti endi o'zimiz ishongan odamimiz deb qarasak, shuni aklaylik deb qarasak, shularga bir ish bo'lmagan bir chaqiriq qog'ozim bo'lsin yozib beraylik. Chaqiriq qog'oziniki mazmunim avvaliga men nima sayohat vizasining turlari deganni so'zlagan bir videoim deb o'tganda, ashada bir yilki chaqiriq qog'oziniki bundoq nimalarni so'zlagan. Onunda shu sizning ism, familiyangiz, turishlik joyingiz, adresingiz, telefon nomeringiz degandek uchurlar. Anankin odamniki uchurlari, pasport nomeri muncha, odam mening og'inamti yoki do'stimti yoki falon tuqqunimti. Mening qishimga bir haftalik kelmoqchidi sayohatga. Buningki kelish jarayonidagi nimasiga bizning uyda turdi bir necha kun. Shularga men ega deb unda bir parcha xat ashning bir signature ketadi aytdi. Shuni bo'lsin qilib beraylik, sponsor qilamisak. Vizaninki sayohat vizasini qabul qilish, sayohat vizasini olgan chog'da shu ta'minlaydigan materiallarning ichida u intayin muhim rol o'ynaydi. Qanaqa qilgan chog'da nima sayohat vizasini sanog'il bo'ldi, ilish nisbini yuqori ko'targili bo'ldi degan bir videoni ishlamoqchi emasli. Onun kelarki videolarda nima chiqib qolar, fursat chiqib qolar. Chaqiriq qog'ozi
chaqir qog'ozniki mazmuni qanday odamlar chaqirtib akilalaydi degandek hamdiki u har qaysi davlatlarda yashayotgan kishilar Kanadadagilar bizga chaqiriq yezib bermidi shu man unda qilmdi deb sizlar og'rinmanglar bu yerga kelgan odam u hech nima yo'q tutmaydigan odamga bir parcha chaqiriq qog'ozni yezib beradigan ish yo'q unga shundoq manba degan itakash nurg'un uchurlarni ta'minlaydigan gap u Kanada baji idorasiga nima qiladigan u qog'ozning ustida nurg'un uchurlar bor social insurance number bo'ladi unda u bir son qarablam bu odamniki qanday qaysi salohiyatga egaligini bilgili bo'ldi masalan ilib esa u odamniki social insurance number 9 dan boshlangan bo'lsa 9 xonlik son odatda kanadalik citizen bo'lib qolgan odamniki 5 bilan boshlanadi Kanadaniki refugee status bilamdi o'quvchi bilamdi yoki chet ellik ishchi bilamdi ularniki social insurance number 599 dan boshlangan bo'ladi u sizlarga bir kim bir narsani bersa u ustidagi son qarablam u odamniki butun hamma narsani bilgili bo'ladi u odatda odamniki shaxsiy uchurlarini o'sha odam ishlayotgan organdan boshqa hech kimga bildirishga bo'lmaydi odatda bu yerniki qoidasi meniki qonuni bo'yicha ilib aytganda shunlashqa sizlar og'rinmanglar voy palonchi man undoq desam uni qilib bermidi deb Kanadadagilar deydigan gapim shu qo'limizdan kelishicha bir ish qilaylik ortiq so'zlab qo'ydim o'sha ishni qilamizmi Kelarki videoda görüşüp bakamdı qamsa. Başaqlam shunchalik taqqa so'zlab qo'ydim. Quruq gaplarim jiqroq bo'lgan bilan mana shu quruq gaplarning orasidan bir bilishga tegishli ba'zi bir mazmunlar chiqadi. Shunga quruq bilinmay ancha-muncha ko'rib qo'yinglar. Ambaharlab qo'yinglar. Da barmoq bargisini besib qo'ysanglar bundoq soni qarab menga bir ilhom bo'ldi ekan davomli bir narsani shu yo'l ustida izlandi ekanman menga ilhom bo'ldi ekan o'shamsa xudoyimga omonat